Belki yürek sözümle. Senga bag'ishladim senga azizam. Yo'q, so'zim nimas balki o'zimni. Senga bag'ishladim senga azizam. Assalomu alaykum barchangizga. Allohning inoyati ila boshlangan kuningiz xayrli va barokatli kelsin. Ayni daqiqalarda bugun biz Shirinkent mahallasi Yangi hayot qishlog'idamiz. Ya'ni o'zimni jonajon mahallamdaman. Ayni daqiqalarda bugun farzandlari uchun mehribon bo'lgan onajonimiz Xoljigit va Ma'suma onajonimizni farzandlari nomidan xursand qilishga kelganmiz. Aslida bitta narsani aytmoqchiman. Hozir qo'limdagi ushbu ko'rsatishga majburman. Umraga sertifikat onajonimiz uchun atalgan. Garchi shunday farzandlar bor, ota-onasining yonida turib imkoniyati, sharoiti bo'lmay balkim olib bera olmasligi mumkin, ammo hozir bu umraga sertifikatni taqdim etayotgan yigitimiz boshiga biroz sinovli vaziyatlar tushgan, lekin o'zlari hozir Rossiya davlatida uyida mehmon bo'ladi. Inshaalloh nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, o'sha muqaddas Ka'baning yonida yuzlanib farzandlari haqqiga duo qilganda, albatta yurtimizni, qolaversa yaqinlar qatorida bizni ham duo qilish esingizdan chiqmasin. Nasib bo'lsa, ushbu safaringiz xayrli, barokatli bo'lsin. Alloh har birimizni mushkullarimizni oson qilsin. Ilohim Hasanjonni u tomonda yaxshilarga yaqinlashtirsin, yomonlardan uzoqlashtirsin. Nasib bo'lsa mushkullari oson bo'lib, Allohimning o'zi mehribon bo'lib, Xudo xohlasa yaqin kunlarda kirib kelish nasib qilsin onajonim. Xayrli bo'lsin. Ana endi Hasanjonni duo qilib qo'yinglar onajon. Keling. Mening intizorligim, uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, onajonginam. Rahmat barchangizga. Ayni daqiqalarda bugungi xursandchilik onlari albatta muborak va xayrli bo'lsin. Onajonim, yig'lamang. Nasib bo'lsa Allohga oson, Alloh mehribon. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar bor. Xudo xohlasa kuchlisiz, inshaalloh sabrlisiz. Albatta bu sabrlaringizda ham mevasi bor. Allohim Xudo xohlasa tez kunlarda g'oyibidan o'zi ajr mukofotlari bilan siylaydi inshaalloh. Mana o'zi assosa hayotingizda yaxshi kunlar boshlanyapti onajonim. U kunlar ortda qolsin. Gapirganlar gapiraversin onajonim. Siz hammaga keraksiz, farzandlaringizga keraksiz, yaqinlaringizga keraksiz. Xudo xohlasa albatta sog'inchli salomlaringizni Hasanjon albatta eshitadi. Bitta narsani aytmoqchiman, kameralarga qarab aytmoqchiman Hasanjon. Eng avvalo o'zim minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shunday farzandlar bor, garchi sharoitidan, imkoniyatdan kelib chiqib ota-onasiga shunaqangi umra haj safarlariga biletlar olib bera olmasligi mumkin. Ammo lekin siz hammadan zo'r bo'ldingiz, hammaga o'rnak bo'ldingiz. Siz ham hojilik maqomiga erishdingiz. Chunki o'zingiz tashash ustida turganingiz bilan, ammo lekin onajoningizga shunaqangi chiroyli baxtni, shunaqangi chiroyli yaxshi kunlarni hadya etdingizki, hattoki tasavvur eta olmaysiz. Xudo xohlasa boshingizdan duolar yomg'iri yog'ilsin. Allohim o'zi sizga madad bo'lsin. Tangrim sizni o'zidan o'zgasiga muhtoj qilmasin. Ilohim yaxshilar qo'shuvda mana shu hayotni eng chiroyli kunlarni onajoningiz, dadajoningiz ardog'ida, yaqinlar, opa-singillar ardog'ida ko'rib yurishingizga tilakdoshmiz. Yana bir bor onajon, xayrli bo'lsin. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam. Baxtimiz ko'rib yuring. Yomon, sizni o'ylayman hamon.
yasaydim Qumosh to'la ko'zlaringiz qani butkul yo'qolgani ko'zingizdagi yoshlaringiz Vaqtida chiqolmadim qing'ir qo'shu yo'llardan Mana endi qolib ketdim oxiri yo'q cho'larda Chekmoqdaman ona suratingizga qo'yib bosh Yana biroz chidang ona Buyog'iga qoldi oz Onajonim tushlar